Tuning box, tuning box, tuning box Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Bu videomizda Cobalt avtomobiliga полный shumizatsiya, yaxshi akustika va o'ziga xos egalar tanlagandagi chexol qilib beramiz. Kuzatib turinglar, birma-bir ko'rsatib bir chetdan boshlaymiz. Eshiklarimiz ana shunkalari oxirlab qoldi. Mana hozir valikda o'tilyapti. Mana mamutgacha valikda bosmacha kelingan joyida bitta videoga olib dedim. Xo'p, mana mashitda eshikning ichida mana ikkita sloy machlar уже yopishtirilgan. Hamma eshigimizda xudo xolasa galma-galdan bo'lib kelyapti. Mana mamutda hali ikkinchi sloy ham yopishmagan. Birinchi sloy o'zi turibdi. Vibratsiya. Bu yoqda mana уже uchinchi sloy ham yopishib bo'lgan. Mana orqa balonni o'sha arkasini ustini ko'rsak agar, bu yerda mana vibratsiyani ko'rishimiz mumkin. Qanaqa preslangan, bolalar kuch ishlatib, bosib yaxshilab preslagan. Mana orqa polkamizda ham shunaqa vibrani ustidan keyin mana bunaqa pol qismiga misol uchun termoizolyatsiya qoplangan. Termoizolyatsiyamizda 4 mm lik material. Bu polniy qoplangan, o'sha mana polli materiallarni ham to'shab qo'yishgan. Igida mana polniy termoizolyatsiya bor. Termoizolyatsiyani yaxshilab hamma yoqqa yig'ib chiqqandan keyin salonning ichidagi harorat chiroyli saqlanishiga katta yordam beradi. Tarpetkamizni ham joyiga tiqib oldik. Tarpetkaning ichlari ham cho'tki, har doimgidek chiroyli holda shumizatsiya bo'ldi. Patologik qismlarimizdan ham vibratsiyasini polni yopishtirib, mana ozgina ko'rinyapti. Vibrani ustida mana ikkinchi sloy materialimiz Fusion termoizolyatsiya ham qoplanib turib, keyin patolonni chiroyli qilib joyiga yig'ib oldik. Mana stoykalarigacha mana vibralar yopishgan yo'llarga. Xullas, endi sekin o'sha detallarni yig'ib akustikaga yetib keladigan joyiga kelyapti. Mana bagaj qismini ham bitta ko'rsataman. Kriloning ichiga ham ikkita sloy material yopishgan, vibrani ustidan terma ham qilingan. Pol qismi polniy mana qop-qora chiroyli bo'lgan materialdan qoplangan. Buni tagida vibra bor. Polniy vibradan keyin o'sha mana bunaqa material qilingan. Natijasi ishoninglar zo'r bo'ladi, mazza qilib yuriladi. Mana qopqoqlarni ham ichiga vibralarni yopishtirib, chiroyli qilib, ustidan mana obshivkalarni ham yopib qo'yildi. Bagaj o'zi ham chiroyli plotniy bo'lgan. Unga qo'yilayotgan narsalar mana bu ozgina hozir tartibsiz bo'lib turibdi. Bitta ko'rsatib o'taman, qaranglar. Mana protsessor qo'yamiz. Zavodskoy magnitofonini ovozini zo'r qilib yaxshilab beradi, xudo xolasa. Bu Nakamichi brendining 4065 degan modeli, Bluetooth bor, 6 ta kanalli kompyuterdan Bluetoothdan imkoniyati bor nastroyka qilish, undan tashqari qo'shimcha ekranli nastroykasini qo'yadigan, xullas displeyli imkoniyati ham bor. USB alohida o'ziga ulab eshitsa ham bo'ladi, Bluetoothdan muzika eshitsa ham bo'ladi, magnitofonsiz ham ishlaydigan protsessor. Shuni qo'yamiz, zavodskoy magnitofondan chiqayotgan ovozni yaxshilab beradi. Undan keyin usitlimizda 4 ta kanalli Mega brendidan bo'lyapti. Bu usitlimizda ixcham D sifroviy usitel, toki kam yeydigan и 4 ta kolonkaga 80 nominalda quvvatda 4 ohmga moshina qilib beradigan usitel. Filtr imkoniyatlari juda ham ko'p. Bizda endi protsessor bo'lgani uchun filtrlardan foydalanmaymiz, faqat bizga ovozni kuchaytirib bersa bo'ladi. Bu yoqda 8 ta chiqishi bor. O'sha 4 ta kolonkaga plus minusdan ulanish imkoniyatlari 40 talik bitta предохранителimiz bor, 40 amperlik plus minus и remote control ulanishi mana. Soddagina, chiroyli ishlangan, lekin vesi o'ziga yarasha og'irgina alyuminiy korpusli usitel. Bu usitel bilan protsessor ketidan bu unada ovozni tozalab beradi. Undan tozalanib, o'sha kuchayib chiqayotgan ovozimizni kolonkalarimiz keladi. Kolonkalarimizni Recoil brendidan bo'lyapti. Bu 80 nominalli shtamponli korзина, ferrit magnitli, 4 ohmga 80 nominaldan shu o'ynab beradigan yaxshi dinamiklar orqaga koaksialni qo'yiladi. Mana bu koaksialning modeli. Bu yerda visokочастотникlar o'ziga o'rnatilgan, visokisi ham o'ziga xos materiallardan ishlangan. Buni orqasidan mana svet tushirsak ko'rinadi. Karbondan qilingan bu, qaranglar mana. Mana ko'rinyapti. Yupqaligi ko'rinyapti. Difuzor yupqa bo'lishiga qaramay, juda ham qattiq. Mana karbonli materialdan qilingan hisobiga и ovozni jaranglab chiqarib beradi, yupqa bo'lgan hisobiga. Shu yupqasini ko'ryapsizlar mana. Svet даже o'tadigan darajada qilingan. Orqasidan svet ham o'tyapti mana. Xullas, dinamikdagi gap bo'lish mumkin emas. Orqa eshigiga koaksialni qo'yamiz, oldi eshigimizga komponentnisini qo'yamiz. Komponentni ham xuddi shunaqa tuzilgan.
Hamma yog'i bir xil, faqat o'rtasida visokechastotniki yo'q deb mana kalpak yopib qo'yilgan. Mana bu ham xuddi shunaqa materialdan. Bunga visokechastotnik alohida chiqadi. Buni shu stoykasiga qo'yamiz. Mana bunaqa visokiylari bor, juda ham chiroyli. Buni o'sha teshib turib, o'zini burchakdagi eshikdagi joyiga o'rnatib yuboramiz, old eshigiga. Chiroyli bo'lib turadi, xudo xolasa. Keyin visokechastotnik dinamiklarimiz uchun mana bunaqa filtri ham bor. Filtrimizda filtr ichida visokiyni baland past qiladigan imkoniyatlari, boshqa narsalar bor. Endi biz bu narsadan foydalanmaymiz-da. Bizada mana bu konditsionerdan foydalanamiz. Bu konditsionerimizda o'sha visokechastotnikka kerakli tovushni yetkazib beradi. Bas solib tashlab o'sha o'ziga kerakli tepa chistotali tovush yetkazib berish uchun kerak bo'ladi. Xullas, mana shu narsalarni mana shu mashinaga chiroyli qilib o'rnatishimiz kerak. Eshiklariga podiumlarni chiroyli qilib yasab turib, kolonkalarni maza qilib o'rnatamiz. Tomosha qilib turinglar, sekin-sekin ko'rsatib boramiz. Mashinamizni ishlari deyarli bitta yig'ib qo'ydik. Mashinaning shumkasi bitta yig'ildi, obshivkalari hammasi joy-joyiga taqildi. Mana ikkita tarafini qo'ymay turibmiz hali. Mana obshivkadagi dizaynni qaranglar, mana shu rangni tanlashdi. Shu rangga mos qilib sizenani ham qildik. Eshiklari ham bo'ldi. Mana sizenani qaranglar. Chiroyli chiqdi lekin. Haqiqatda mana chexolni zo'r qilib tikildi. Hamma yog'i tarpetkalar yig'ildi. Mana buni orqasidan simlarni ulab oldik, apparaturani ulash uchun. Orqaga hammasini tortib qo'yganmiz. Bu yerda podключение ketyapti. Mega tor usitlar qo'yilyapti. Protsessorimiz qo'yilyapti. Bu yerda mana protsessor mana shu qotirib oldik, mashina qilib mana chotki bo'ldi. Shtekerlarni qaranglar, akkuratni hammasi. Simlarni zo'rdan o'tkazilgan. Mana uz kabellar plus minus simlardan yaxshisidan o'tdi. Kolonkalarni hozir birma-bir ulab bitta nastroyka qilib olsak, xudo xolasa mana orqa kolonkamizni qotishi. Mana kolonkalarni mana shunaqa qotirdik. Zavod podium bilan qotdi. Falgalarni ham yopishtirib qo'ydik chiroyli qilib. Mana falgalarni qaranglar. Akkuratni bo'ldi. Hozir men qotiradigan temiri bor. Mana temirni ham qotirib olsak beliga, keyin obshivkalarni yig'amiz. Mana oldi kolonkamizni qotishi. Xudo xolasa mayin, toza ovoz chiqarib beradigan bo'ldi. Eng qizig'i mikrofonimiz zavodskoy mikrofondan protsessor ovozni yaxshilab beradi. Visokilarni ham qilib qo'yganmiz. Bu yerda filtrlari bor. Filtrlarni akkuratni o'rab shu ovoz chiqarmaydigan qilib qo'yganmiz. Visokining turishi mana shu ko'rinishda bo'ladi, xudo xolasa. Ozgina ish qoldi. Xudo xolasa hozir bitta yig'ib olib, akustikani bitta eshitib ko'ramiz. Mana obshivkalar ham yopildi mashinani. Oldi kirdi, orqa kirdi, hamma joyi zo'r bo'lib, izolyatsiya bo'ldi. Pol qismiga ham e'tibor beraylik. Hozir bu yerda endi ozgina yoyilib turibdi, chunki simlar ulanyapti. Mana bu simlarni ulaydigan narsalarimiz. Hop, polda mana shinani turishini qaranglar, uje mana akkuratni qora material ustida turibdi. Bu yoq tarafini yig'ib qo'ydik. Bu yoq taraf hozir usitlarni qotirib, oxirgi podключениyadan keyin yig'amiz. Akkuratni chiroyli bo'ldi. Ayniqsa sizenani ham hozir ko'rinmayapti, ozgina bolalar ishlayapti. Ancha video ochib qo'ydi. Obshivkasi bilan qaranglar, tushishini zo'r tushyapti. Oldi sizenamiz ham mana. Xudo xolasa, mashinaning egalari bizga tashlab ketishdi. Hozir bugun olib ketishadigan bo'lib qoldi. Srochniroq o'shanga shoshilib ishlayapmiz. Ozgina ish qolgan, lekin imkon qadar tezroq sifatli qilib klientga yetkazib berishimiz kerak. Chunki kuzatib turinglar, menimcha akustikasini hozir qo'yib eshittirishga ulguramizmi, men bilmayman. Bitta nastroyka qilamiz, harakat qilaman sizlarga bitta ko'rsatib berishga. Sizlar ungacha like bosib, podpiska qilmagan bo'lsangiz, podpiska qilib turinglar. Davomini tomosha qilamiz. Xudo xolasa mashinamizning egalari ham yetib kelishdi. Akustikani ham yig'ib qo'ydik chiroyli qilib. Visokilar ham rosa srochniy o'ynayapti. Mashinaning ichida srochniy ovoz yaxshi, lekin mikrofonni oxirgacha baland qilsa, ozgina birlab ketyapti. Bu mikrofonning o'zining kamchiligi. Mikrofonning ichidan musor ovoz chiqyapti. Balandligini 30 dan oshirgandan keyin, shu 35 dan oshgandan keyin ozgina vijillayapti. Bu mikrofonning kamchiligi. Shunga biz bu kamchilikni yo'qotish maqsadida shu 30-35 ni maksimal gromkostdagi qilib qo'ydik, bo'ldi. Shu 35 ga ko'targanda maksimalni qanaqa baland o'ynardi, xuddi shunaqa baland o'ynaydigan qilib qo'ydik. Yo'g'iga ko'tarish shart bo'lmaydi, uje normalni chiqaraveradi o'shanda 30-35 balandlikda. Mabodo bu protsessor bitta ustun tarafda Bluetoothdan protsessor o'ziga ulanib turib,
Premium protsessordan muzikani eshitsa bo'ladi. Faqat baland pastini telefon orqali qilib yuriladi. Shunday qulaylik bor. Uni ham alohida ekranli displeyi bor. Bu displeydan ham bor protsessorimizdan o'shani qo'yib qo'yilsa agar alohida misol uchun mana bu yoqqa modbetga qo'yib qo'ysa bo'ladi. Uni ham mikrofonga o'xshab turadi, kichkina. Bluetoothni o'zidan ulab turib, protsessor o'zini alohida nastroyka qilsa bo'ladi. Shunday qo'shimcha device ham bor. Protsessorimizdan mabodo shunday qilsa ham bo'ladi. Xullas mashinamizda tayyor, mana rullari, sidinalari hamma narsasi xudo xolasa ko'ngildagidek chiroyli chiqdi. Egalari ko'rdilar, yoqdi, hamma narsasi chiroyli bo'ldi. Xudo xolasa mana egalariga topshiramiz. Sizlar ham shunaqa chiroyli xizmatlar kerak bo'lsa murojaat qilinglar. Sizlarga ham chiroyli qilib, xudo xolasa yig'ib beramiz. Bitta like bilan qo'llab qo'yib, podpiska qilib, hammalarni tuning box salonida kutib qolamiz. Shu podpiska qilib qo'yishni, like bosishni esdan chiqarmasanglar bo'ldi. Biz videoni sizlar uchun harakat qilib olyapmiz. Sizlarga qiziq bo'lsin deb. Fikringlarni kommentariyaga yozinglar. Nima kamchilik bo'lyapti videoda? Nimani olsa yaxshiroq bo'lardi yoki qaysi joyini qanaqa olish kerak? Nima qiziq? Shuni yozsanglar, shunga qarab sizlarga qarab huzurroq video olishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Tuning